Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer, Harry Maguire, Phil Foden. Ha, aynan mana shunday yulduzlarni chaqirmay turib, qanday qilib jahon chempionatiga bormoqchi Thomas Tuchel Angliya terma jamoasi bilan degan fikrlarni butun dunyo olg'a surayotgan vaqtda Tuchel o'z prinsiplariga sodiq qolgan holda shartda Angliya terma jamoasini tarkibini e'lon qildi. Keling, hozir sizlar bilan Angliya terma jamoasini optimal ko'rinishda tuzib chiqamiz. Undan oldin kanalimga obuna bo'ling. Bu yog'iga kontentlarimiz asosan mundial haqida bo'ladi. Ha, aytgancha keyingi terma jamoa qaysi bo'lsin, uni ham yozib o'ting. Unda boshladik. Demak, boshladik. Darvozaga Jordan Pickford. Ha, Pickfordni bilasiz, Angliya terma jamoasining asosiy darvozaboni. Moyaga o'tamiz. Markaz Aston Villa a'zosi, Yevropa Ligasi g'olibi Ezri Konsa va uning yoniga Manchester City a'zosi Mark Guehi. Qanotlar, o'ng qanotga Reece James, Chelsea a'zosi va chap qanotga bu mavsum APLning eng yaxshi yosh o'yinchisi, Manchester City'dagi eng yaxshi futbolchi Nico O'Reilly. Yarim himoyaga o'tamiz. Aynan mana shu nuqta, aynan mana shu pozitsiya Angliya terma jamoasining ustunligi deb bemalol aytishimiz mumkin. Bu yerda juda ham yaxshi mehnatkash futbolchilar bor. Demak, birinchisi tayanchga bitta futbolchi qo'yamiz. Bu Arsenal a'zosi, APL chempioni Declan Rice. Declan Rice hujum boshlashda, himoyaga qaytishda, umuman o'yinni nazorat qilish borasida hozir zamonamizning eng beqiyos futbolchilaridan. Yuqoriga ikkita hujumkor yarim himoyachi qo'yamiz. Biri Real Madrid a'zosi, motor, yurak, Jude Bellingham bilasiz, markaziy himoyada ham bu mavsum juda ko'p o'ynadi. Shunday ekan, u maydonni ko'ra olish qobiliyati, hujum boshlash, umuman yolg'on to'qqizlik pozitsiyasida paydo bo'lish kabi ajoyib qobiliyatlarni o'zida mujassam qilgan. Uning yoniga esa bu mavsumdagi yana bir Yevropa Ligasi chempioni, Chempionlar Ligasining ishtirokchisi Aston Villa futbolchisi Rodgers bu mavsum Aston Villa safida 14 ta gol va 13 ta assistni qayd etdi. Bu dahshat natija. Bu yarim himoyachi uchun umuman olganda gap gollar va statistikalarda emas, Rodgersning hujumkorligi, o'sha hujum boshlashi va qanot winger sifatida ham o'ynay olishi Angliya terma jamoasiga anchagina foyda keltiradi. Ana endi esa hujumga o'tamiz. Angliya terma jamoasining hujumi ham bu qadar yomon emas. Wingerlar, o'ng qanot Arsenal a'zosi, APL chempioni Bukayo Saka bu mavsum 12 ta gol va 7 ta assistni qayd etdi. Chap qanot esa bu mavsum Barselona safida ajoyib debyutni o'tkazgan Ispaniya chempioni Marcus Rashfordning hisobida 14 ta gol va 12 ta assist bor. Markaziy hujumda esa bu mavsumning eng top strikeri Harry Kane bu mavsum o'zining faoliyatidagi eng zo'r mavsumlardan birini o'tkazyapti. Ko'rdik, uning hisobida 58 ta gol va 7 ta assist bor. Bu shunchaki dahshat natija do'stlar. 65 ta golda qatnashgan Harry Kane'ning o'zi. Umumiy oladigan bo'lsak, bu hujum triosi bu mavsumda naq 110 ta golda qatnashgan. Bu esa ajoyib statistika. Shunday ekan, Angliya terma jamoasi garchi yuqoridagi yulduzlar chaqirilmagan bo'lsa ham, jahon chempionatida, mundialda ancha raqobatdosh jamoa bo'la oladi. Xususlar siz nima deb o'ylaysiz? Angliya terma jamoasi jahon chempionatida qanday natija qayd etadi? Va keyingi video qaysi terma jamoaning tarkibi haqida bo'lsin? Bular borasida fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring.